qaddi qomatini ko'rsatish uchun qilinadi. Professional bodybuildingni vodiyga tatbiq qilganman, vodiyga olib kirganman. Dilshod Niyozov biz gektar taxallusi bilan nom qoldi. Hali endi 20 ga kirdi. 20 yoshdamisiz? 20 yoshda. Farqimizni qarang. Oktagon ko'raylik bir akani ham bir qo'llarini qilib. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun mana Qo'qonga keldim. Gektarda asoschisi Dilshod aka Niyozovni suhbatlarini olamiz. Qo'qonda o'zlaring ko'ryapsizlar, mana 3 etaj bino, batta qulayliklari. Birinchi etaji faqat ayollar uchun fitness zal ekan. Ikkinchi etaji faqat erkaklar uchun. Uchinchi etaji jiu-jitsu, ya'ni yakka kurash, batta любой kurash turlari bor ekan. Bag'iga qarasangiz, mana gektar ati zal kirib ichkarilarni bir ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Aka, Dilshod akam oldilariga keldik. Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Kiraveramizmi ichkariga? Bo'ldi gap. Qani yuring ichkariga kiraylik. Assalomu alaykum. Yo'qmi qo'yil, zalni qarang. Albatta faqat crossfit ekan. Dilshod akam o'zlari menimcha trenirovka qildirtiryaptilar. Yuring oldilariga boraylik. Dilshod aka, assalomu alaykum. Hamma polvonlar shu yerdami? Aka, tanzoniy sog'liq ishlari yaxshimi? Tuzuymiz? Zo'r aka. Aka, 3-4 minut vaqtingizni olaylik. Trenirovka qilib ham gaplashaveramiz. Farg'onadan, Vodiydan sizni suhbatingizni olgani keldim aka. Farg'ona Qo'qonga alohida. Alohida imminni siz oldingizga keldim. Masofa bosib suhbat uchun keldik. Faqat siz oldingizga aka. Haqiqiy sportni propaganda qilib turib, Xudo xolasa. yoshlarni sportga tatbiq qilgan inson bo'lyaptilar hamma. Aka, legendalarni oldiga kelib, faqat legendalar suhbatini olishimiz kerak. Sen legenda shu qatori demak. Albatta, sizni legendasiz. Siz oldingizga keldi. Dilshod aka mikrofon taqib qo'yamiz. Sabab og'oyingiz yaxshi eshitilsin. Xo'p bo'ladi. Dilshod aka yana bir bor assalomu alaykum. Rahmat. Va alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Ishlaringiz yaxshi. Aka, avvalambor formangizga qoyil. Men ham xudo xolasa siz yoshingizda mana shunaqa formalarga ega bo'lishni xohlayman. Hozir bitta savol ketadi. Bitta formami qaddi qomatga qo'yilman. Formaga ham qaddi qomat kerak aka. Tanzoniy Forma 1.7 brendi, u qaddi qomat, gektar house qaddi qomat. aka, nimaga endi imminni gektar Dilshod aka, sizni nimaga gektar deb atashadi? Chunki mana shu bodybuilding olamiga kirib turganimda mani ustozim Andijonda Yunus Abdug'ani meni eng yaxshi ko'rgan, sevgan, suygan, Alloh uchun yaxshi ko'rgan ustozim Yunus Abdug'ani menga gektar rolini, ya'ni o'sha bodybuildingda bir minutda chiqish произвольный programma degan narsa bo'lardi. O'sha произвольный programmaga gektar ssenariysini qo'yib berishga, o'sha gektar ssenariysini qo'ygandan keyin meni o'sha sahnada bodybuilding olamida Dilshod Niyozov biz gektar taxallusi bilan nom qoldirdik. Siz o'zingiz чисто professional bodybuilding bilan shug'ullangan. Чисто professional bodybuilding bilan shug'ullanganman. Professional bodybuildingni vodiyga tatbiq qilganman, vodiyga olib kirganman desam yolg'on bo'lmaydi. Nechinchi yillar endi bu premyera? 2007-2008 boshlangan. Xo'p, biz bilishimiz bo'yicha siz Arnold Classic'da 3-o'rin, bronza. Ha, 2019-yil Arnold Classic festivalida 3-o'rin, ya'ni bronza, ya'ni 38 ta odamning ichida 3-o'rinni qo'lga kiritdik. O'sha 6 talik bo'ladi bodybuildingda. 1 2 3 4 5 6 ta bo'ladi. O'sha 6 talikning ichida 3-o'rinni olganman. Ya'ni 38 ta odam qatnashgan, 6 ta saralangan va 3-o'rinni qo'lga kiritdik. Hozirchi, hozir professional o'sha bodybuilding. Hozir professional bodybuilding emas, chista o'zi bodybuilding sportini 3 ta maqsadda qilinadi. Qaddi qomatini, ya'ni sog'lig'ini tiklayman deganlar uchun buning ichiga ozish, semirish kiradi. Ikkinchi bo'lib, ya'ni o'sha qaddi qomatini qizlarga ko'rsatish uchun, maqtanish uchun, ko'z-ko'z qilish uchun sport qilinadi. Uchinchi maqsadi endi chista mana shu bodybuilding musobaqasida qaddi qomatini ko'rsatish uchun qilinadi. Aka, biz auditoriyamizga yoshingiz nechida? Yoshim 37 da. 37 yoshda shunaqa qaddi qomatga va shunaqa formaga ega bo'lish uchun nima qilish kerak aka? Faqat mehnat qilish kerak. Mehnat. Sport faqat bunga sport aka. Sport kerak bo'ladi. Ha. Mana haqiqiy sog'lig'ini tiklaydigan komandam. Bu kim? Siz shogirdlaringiz, o'rtoqlaringiz? Batta ichida shogirdlar, o'rta, lekin hammalarining yoshlari katta, lekin shogird ustozni hurmat qilishadi. Men ham o'shaning uchun ustoz ko'rganligim uchun ustozni hurmat qilaman, ustoz duosini olaman. Bunga faqat mehnat bas, ustoz duosi, ota-onaning duosi, Allohning nazari, haq nazarda yurish kerak bo'ladi. Chunki ko'z kerak bo'lsa toshda yoradi deydi-yu. Aynan bodybuilding sporti boshqa sportdan farqi tashqi ko'rinishi bilan, yurish turishi bilan ajralib turadi. Shuning uchun любой odam ko'chada yursa, karatesi, boksyor farqlanmaydi, lekin bitta qaraganda bodybuilderni tosh ko'targan farqlanadi. Chunki qaddi qomati, muskullari
boshqalarga ko'ra shakllangan bo'ladi. Biz aka keldik, ko'rdikmi 3 etajli binolar, ayollar uchun alohida fitnes klublar bor ekan. Erkaklar uchun alohida 3-etajda yakkaxon kurash, ya'ni jujitsu, MMA, jujitsu hammasi sporti bor aka. Bularni xudo xolasa hali bizga ko'rsatasiz, olib kirib. Ha, demak sizlarga obzor qilib ko'rsatib beraman. Uni hamma yoqda kirib, atinglar biz aşağıdan kelib, siz o'z suhbatingizni olib qaytib ketdingiz. Men hali 10-15 daqiqalik suhbat o'ylab, demak bir kunlik kunimiz siz bilan o'tadi. Xudo xolasa aka, agar vaqtingizni ajratsangiz. Albatta. Crossfit yaxshimi yoki bodybuildingmi, nima deysiz? Menga o'zi asosan chidamkorlik, o'zini qiynash, o'zini ustida ishlash sport ko'proq yoqardi. Bu o'sha vaqtda bodybuilding sport hisoblanardi. Og'ir toshlar ko'tarib, o'sha hissini men o'sha bodybuilding sport toshdan olganman. Keyin 2017-2018 da menimcha Toshkent shahriga o'sha O'zbekistonga kirib kelgan crossfit sporti. Ana shunday shakllari mana endi O'zbekistonda aniqroq qilgan Vodiyda 2023-2024 dan beri crossfit sporti shakllanishni boshladi. O'shaning uchun crossfit sportiga asos soldik, yana bitta zal qurdik. Bu hamma sportlar jamlanmasi. Ichida boksi bor, karatesi bor, kerak bo'lsa shaxmat, shashka ham bor. Chunki hisob-kitob, agar siz nafasingizni hisob-kitob qila olmasangiz, keyingi mashg'ulotga o'tish hisob-kitob qila olmasangiz, oxirgi mashg'ulotni yoki oxirgi upражнениyani bajara olmay qolasiz, nafasingiz yetmay qoladi. O'shaning uchun bu sportda hammasi kiradi. Aynan crossfit sporti Amerikadan kelgan, ya'ni pajarnilarda sporti bo'ladi. Ya'ni pajarnilarda crossfit sportini ko'proq shug'ullangani uchun ularda milliy sport hisoblanadi. Endi bizda shakllanib boryapti. 2024-yil mana Qo'qon shahrida ilk bor crossfit zonasiga asos soldik. Ya'ni Gektor House ichida. O'shaning uchun hozirgi kunda menga bodybuildingdan ko'ra crossfit sporti yanada ko'proq yoqadi. Chunki o'zini ko'proq qiynashga, chidamkorlikka, komfort zonadan chiqiladi, ya'ni diskomfort zona. Yana yerga yotasiz, yumaloq olasiz, chang bo'ladi. Menga shu sport qandaydir zavq beradi. Hozirgi kunda Qo'qon sharoitida hali professional crossfitchi yo'q. O'shaning uchun professional crossfitchi bo'lmaganligi uchun biz havaskorlarga havaskor upражнениyalarni bajartirib, individualniy podход qilyapmiz. Hozirgi kunda o'sha 90 dan ortiq crossfitda shug'ullanib turgan yosh akalar, ukalar, yosh kattalar ham bor, sport bilan shug'ullanishyapti. Crossfitda yana bir malakali trenerimiz, biz Ma'murxo'ja ukamizni Toshkentda o'qitib keldik. O'sha yerda ishlatyapmiz endi hozir malakali trener bo'lib, yoshlarga hammaga crossfit sirlarini o'rgatyapti. Crossfitni programmalarni o'rgatib kelyapti. Aka, faqat havaskorlar, o'zimizni o'rtoqlar, shogirdlar dedingiz. Lekin ichlarida bitta havaskorga o'xshamagan aka ko'rgan turib, formalari ham boshqacha, qaddi qomatlari ham boshqacha. U kim u aka? Bu faqat zalda emas, bu Qo'qonda ham ajralib turadi. O'zi asli ismi Abdullayev Nurulloh, ota-onasi qo'ygan, lekin bu ham klichka bilan, ya'ni Kakanskiy Medved deb tan olgan. O'zi haqiqatan turishi ham ayiqqa o'xshaydi. Mana ishlashi bu o'zi ham haqiqatan rahmatli o'sha bizni O'zbekistonda Aziyatskiy Medvedga o'xshaydi. Formasi ham. Formasi ham, ishlash jarayoni ham, mehnati ham, hattoki o'sha sparingda, ya'ni musobaqa jarayonlarida aylanib tepishlari ham, boshiga tepishlari ham, hamma tepishlar, urushlarigacha o'xshaydi. Hozir men chaqiraman. Medvedga baqa. Medved endi ayig'i, Medved agar taxallusini nimaligini bilmaydiganlar uchun Qo'qonda ayig'i o'zi asli Abdullayev Nurulloh. Abdullayev Nurulloh aka. Nurulloh aka. O'zi endi sportda qo'ydik. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor aka, kichik o'zingizni tanishtiring biz auditoriya uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Abdullayev Nurullohxon. Hamma Kakanskiy Medved deb taniydi. Hozir adashmasam yaqin orada jangga tayyorgarlik ko'ryapsiz aka? Ha, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa 21-sentabr Morinada. Oktagonda siz Oktagon 79 da. Raqibingiz? Raqib noaniq. Endi buni qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, bu 6 oydan beri podgotовка qilyapti, lekin 6 oydan beri hali birorta para berilgani yo'q. Chunki buni yoshida, buni tituli hali endi 20 ga kirdi. 20 yoshdamisiz? 20 yoshda. Farqimizni qarang. 20 yosh. Turkiyada MMA dan O'zbekiston chempioni, Osiyo chempioni, aynan MMA dan yoshlar o'rtasida jahon chempioni, kattalar o'rtasida jahon chempioni. Men o'ylayman, bunaqa rezultat, bunaqa titulda O'zbekistonda balki boshqa joyda yo'qligi uchun hattoki debyut bas 1-0, 2-0 Shirdoga bor bala bo'lsa ham beringlar, urushsin, sek urushmayapti, chunki bu havaskor sporti ko'proq natijalar qilgan, ko'proq urushganligi uchun buni ishlashini ko'rganlar o'zi hayajonlanishyapti. Buni profilini bekitib qo'ydik, hattoki siz ham ko'ra olmaysiz endi aka. Yo'q, men omma ko'rib keldim, lekin bekitishlardan oldin ulgib, ko'rib o'shuning uchun bo'ylari haqida bilyapman. Aktaga tayyorgarlik ko'ryapti. Shartnoma qildik, agar nasib qilsa, Alloh xolasa, agar birorta para chiqsa, xudo xolasa 110 kiloda, ya'ni 100 plyusda urushadi. Hozirda tana vazni 110 kilogramm. Ishlash jarayoni hattoki 70 kilogramdan 70 kilogramli atlet qanaqa ishlaydi? Boksyor
xuddi shunday harakat qilinadi. 110 kilo vес ko'tarib yurish og'ir emasmi aka? Ya. Ha? Yaxshimi? Lekin e'tibor berasizlarmi? Mana shunaqa baquvvat, haqiqiy professional sportsmenlar Lapaq bo'ladi. samimiy kulgulari bilan, samimiy turishlari bilan ajralib turadi. Aka tanjoni sog' bo'lsin. Xudo xolasa Oktagon ko'ringlar bir akani ham bir qo'llarini, qichiqlarini bossinlar aka. Bo'ldi aka, xudo xolasa tanjoni sog' bo'lsin. Yaxshi o'ynab ol. Biz yana Davom etamiz aka. suhbat davom etamiz.